To'rtta chinor. Bu yerda bu burchagida yana bitta chinor bor edi. Uchinchisi. Uchinchi chinor. Buni ham kattaligi 10 kishining qo'ltig'iga sig'masdi. Eng oxir bir chinor. Kattaligini qarang buni. Ana buni halisa deyiladi, ko'milgan, kecha ko'milgan soat 12 ga ana ochamiz, xudo xohlasa. Bu ana chet ellik muxlislarga, rossiyaliklarga qiziqda bu. Ana bu o'zbekning milliy taomi halisa. Yarma maydalanadi, go'sht solinadi, ayrim povurlar butunlay soladi, ayrimlari bo'laklab soladi. Ana yarma yorilib, damini olib, ana shunday bo'lib pishadi. Ana qishlog'imizda bolalari halisa kelishdimi? O'zbekda shunaqa urf-odat bor. Halisa ochiladi, ertalabdan sahar bilan tarqatiladi xalqqa. Issiqni o'ylasin, bilan birgalikda yeb, hamma o'qishga, ishga ketishadi. Ochilgandan keyin tuz beriladi. Ayrimlar oldindan beradi, ayrimlar ochilgandan keyin. Amonjon, sir-simatlarni ayting qani buni. Bu halisa bir nozik narsa, har kim pishira olmaydi buni. Halisa qilib, xayriya qilib xalqqa tarqataman deganlarga povorni raqamini qoldiramiz o'zi pastga. Ana shu tarixiy chin o'rtagida hozir halisa pishdi. Aka, bularni endi Instagramga qo'yasiz? Albatta. Osmonda chang bitma. Masjid qurgan yigit Sudanjon. Bundan baraka topsin. Halisa qilib xalqqa tarqatyapti. Xudo yorug' Sudan. Eski do'stlar degan shular ketadi qoni. Ko'zimdagi yoshimga kel. Chinorni tagiga hisoblasalar Navro'z bayrami qanaqa ko'p o'rlar bir. Mana o'zi bir kosagina oldik. Amakimizdan amaki bir xamir ko'raylik, nima deysiz? Mazasi. Gap bo'lishi mumkin emas.